Bektemir rayon Majnuntol ko'chaga kelganmiz. Katta ko'chagacha 500 metr. Bektemir vodnik desangiz ko'pchilik biladi, orientir shu yerda olasiz. Qarang, bizlar sotilayotgan yerimiz mana shu bo'ladi. Fasad uzunligi 20, ichkariga 40 metr, 8 sotu. Endi qaranglar. Mana bu yoqqa 2 sotudan bo'lib bir 4 tami 5 ta kottej tushiryapsiz. Bu yoq tarafga yo'lga qo'yasiz, mashina bemalol kirib chiqadigan qilib. Yoki ikkala chetga 1 sotudan kottej tushiryapsiz, o'rtaga yo'lga qo'yasiz. Okalar, menimcha shu zo'r variant bo'ladi. Narxiga ham, joyiga ham stoyt bo'lgan joy. 8 sotuli yerimiz, ko'cha fasad uzunligi 20 metr. Bunaqasiga ichkariga uzunligi 40 metr. To'g'ri burchak. Gaz, svet, suv hammasi bor, dokumentlar tayyor. Endi sizlarga men tashqaridan lokatsiyani bitta tushuntirib beraman. Korzinka, havas, makro, ayniqsa Qo'yliq bozor ham bir qadam, metrogacha ham shu bir qadam juda yaqin bo'ladi. Masjiddan shu yaqin atrofda joylashgan. Xullas, sizga muammo bo'lmaydi. Sizga kerakli bo'lgan barcha apteka, dorixonalar yaqin atrofda joylashgan. Yerimizning startiy narxini sotigiga 20 ming dollar deyapti. Yana kelishadigan joyi bo'ladi. Men qiziqqanlar pastda egalar raqamini yozib qoldiraman. Aloqaga chiqib, sudalashsanglar bo'ladi. Biz egalarni o'zi bilan to'g'ridan to'g'ri sizlarni bog'laymiz.